ko'rsanglar kerak. Men sardorman. No, hozir o'ylayapsizlar bo'pti nima qolsan deb. Men shunaqa sog'inib ketgandim Omon akaning videolariga chiqishni. Vot hozir Omon akaga yetmasdan men sirli ishtirokchi bo'lib chiqyapman. Qanaqasiga men bo'ttaligim bilmoqchi bo'lsanglar, Darknetda keyingi qismlarimni ko'rsanglar, nima uchun bo'ttaligim, qanaqa qilib men o'tda qaytganimni bilib olsanglar bo'ladi. Va ana endi bo'lsa men yashinaman. Mana bu eski chiroqqa o'xshaydi. Bu yerda esa kalla tiqish uchun joy bor. Bu yerda esa men o'tiraman. Va bu nechiga o'tirganimdan keyin shuni kallamni chiqarib, men bu svetilnikni boshi bilan shuni yopib qo'ysam boshimni Omon aka kirsa umuman topolmaydi. O'rtoqlar, sizlar bilmaysizlar mana boshimda qanaqa qiyinchiliklar o'tganini. No videoni ko'rsanglar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Va do'stlar, men shunaqa yashinib olaman va ustimdan bitta tashlang. Vot, endi men umuman ko'rmayman bu yerda. Va xuddi lampochkaga o'xshab turaman. Voy, do'stlar, qamaylar birinchi o'rinda 5,